ayni paytda poytaxtning Yakkasaroy tumanining Abdulla Qahhor ko'chasidamiz. Ana shu yerda 48 sonli maktab joylashgan, maktab ro'parasida ham xususiy maktab joylashgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda UzAvto Sanoat aksiyadorlik jamiyati tomonidan bolalar bilan bog'liq noxush holatlarni oldini olish maqsadida shu yerga demak qavariq shaklda piyodalar o'tishi barpo qilindi va ana shu yer demak bolalarning xavfsizligi ta'minlanmoqda. Undan tashqari homiylar tomonidan mana shu yer demak trotuar ham barpo qilinmoqda. Bu maktabda 1100 nafar o'quvchi o'qiydi. O'sha o'quvchilarni xavfsizligini ta'minlagan holatda Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda UzAvto hamkorligida maktabni yo'l qismiga qavariq peshixod yo'l bolalar o'tishi uchun qurib berishdi. Har xil yo'ldan xavfsizlikni ta'minlagan holda temir panjaralar qurib berishdi. Ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Maktabimizni ota-onalari o'quvchilarini xavfsizligini ta'minlaganlari uchun ota-onalar nomidan, maktab ma'muriyati nomidan, rahbariyat nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kelajakda o'quvchilarimizdan yaxshi insonlar chiqishi uchun, ularning xavfsizligini ta'minlagani uchun minnatdormiz. Yo'llarda shahrimiz aholisi mehmonlardan belgilangan qonunlarga, qoidalarga rioya qilishlarini so'rab qolamiz.